Shifokor xonasidan chiqib qo'lingdagi tahlil qog'oziga qaraysan. Atrofdagi odamlar odatdagidek yuribdi. Kimdir telefonda gaplashmoqda, kimdir kulmoqda, yana kimdir ertangi rejasini muhokama qilmoqda. Lekin sen uchun vaqt bir lahzaga to'xtagandek. Shifokor aytgan so'zlar quloqingda qayta-qayta yangraydi. Sen esa faqat bitta narsani o'ylamayapsan. Bu faqat og'riq, muolaja yoki o'lim haqidagi qo'rquv emas. Ichingda birdaniga o'nlab savollar uyg'onadi va ularning ko'piga hech kim aniq javob bera olmaydi. Uyga qaytganingda bolalaring seni avvalgidek qarshi oladi. Ular kasallikning nomini, tahlillar nimani aynatishini yoki kelajak nima olib kelishini bilmaydi. Ular faqat seni ko'radi. Ota yoki ona, xavfsizlik, mehr va uy degan tushunchalarning markazi. Balki kichik farzanding qo'lingdan ushlab, ertaga uni bog'chaga olib borishingni so'rar. Kattaroq farzanding esa kelajakdagi tug'ilgan kuni, maktab tadbiri yoki birgalikdagi sayohat haqida gapirar. Sen ularni tinglab turib, kulishga harakat qilasan, ammo ichingda bir savol tinmaydi. Men o'sha kunlarda ularning yonida bo'lamanmi? Ana shu savol kasallikning jismoniy og'rig'idan ham og'irroq bo'lishi mumkin. Chunki sen faqat o'zing uchun qo'rqmayapsan. Turmush o'rtog'ing yolg'iz qolishidan, bolalaringning hayoti qanday davom etishidan, ota-onangning farzand dardiga qanday chidashidan xavotirdasan. Davolanish uchun qancha mablag' ketadi? Ishlashga kuching yetadimi? Oilaning kundalik xarajatlarini kim ko'taradi? Uyda sen bajargan vazifalarni kim davom ettiradi? Bu savollar bir-birining ortidan kelib seni tinch qo'ymaydi. Eng qiyini, sen ichingdagi vahimani yaqinlaringdan yashirishga urinasan. Men yaxshiman deysan, hammasi joyida bo'ladi deb ularni ovutasan. Ammo kechasi hamma uxlaganida kuchli ko'rinish uchun taqqan niqobing tushadi. Sen jim yotib, bolalaringning nafasini eshitasan va ularning hayotidagi kelajak kunlarni tasavvur qilasan. Birinchi yutuqlari, bitiruv marosimlari, quvonchlari, muvaffaqiyatsizliklari. Ular seni chaqirganida yonlarida bo'lishni istaysan. Ba'zan xavotir seni tez jahilli, sovuq yoki jim qilib qo'yadi. Yaqinlaring yordam bermoqchi bo'ladi, ammo sen ularga qanday yordam kerakligini ham tushuntira olmaysan. Keyin aytgan keskin gapingdan afsuslanasan. Chunki sen ularni ranjitishni istamaysan. Aslida ularni yo'qotishdan va ularga og'irlik qoldirishdan qo'rqyapsan. Og'ir kasallik bilan kurashayotgan insonning ichidagi eng chuqur qo'rquv ko'pincha shudir. Men bilan nima bo'ladi emas, mensiz ular bilan nima bo'ladi? Kasallik hech qachon faqat bitta tanada qolmaydi. U oilaning kun tartibiga, suhbatlariga, xarajatlariga, hatto uy ichidagi sukutga ham kirib boradi. Oldin oddiy bo'lgan narsalar endi muhim qarorga aylanadi. Ertaga kim bolalarni olib keladi? Shifoxonaga kim hamroh bo'ladi? Navbatdagi muolaja vaqtida uyda kim qoladi? Ish va davolanishni qanday birga olib borish mumkin? Sen o'zingni bu savollarning markazida ko'rib, go'yo oiladagi barcha qiyinchiliklarning sababchisidek his qilishing mumkin. Aslida sen kasallikni tanlamading, ammo uning oqibatlari uchun o'zingni ayblay boshlaysan. Yosh bolalar vaziyatning tibbiy tomonini tushunmasligi mumkin, lekin uydagi o'zgarishni his qiladi. Ular ota-onasining oldingidan kamroq kulishini, tez charchashini, ba'zan eshikni yopib yig'lashini yoki telefon orqali past ovozda gaplashishini ko'radi. Hech kim ularga aniq tushuntirmasa, ular bo'sh joylarni o'z tasavvuri bilan to'ldiradi. Onam mendan xafa bo'ldimi? Dadam mening xatoyim sababli kasal bo'ldimi? Agar yaxshi bola bo'lsam hammasi tuzaladimi? Kabi noto'g'ri xulosalar bolaning ichida tug'ilishi mumkin. Sen uni himoya qilish uchun haqiqatni yashirayotgan bo'lasan, lekin ba'zan sukut uning qo'rquvini yanada kuchaytiradi.
Turmush o'rtog'ing ham ikki xil hayot orasida qoladi. Bir tomondan u seni qo'llab-quvvatlashi, dalda berishi va bardam ko'rinishi kerak. Ikkinchi tomondan uning ham yuragida qo'rquv, charchoq va yolg'izlik bor. U o'z dardini senga aytishga uyalishi mumkin, chunki kasal odamning oldida men qanday qilib o'z charchog'im haqida gapiraman deb o'ylaydi. Natijada ikkala tomon ham bir-birini asrash uchun hislarini yashiradi, ammo shu jimlik asta-sekin ular orasida masofa yaratadi. Sen esa nazoratni yo'qotayotganingni sezganing sari mayda narsalarni qattiqroq boshqarishga urinishing mumkin. Kim qachon keladi? Nima deyish kerak? Pul qayerga sarflanadi? Bolalar qanday tutish kerak? Bularning barchasi sen uchun haddan tashqari muhim bo'lib qoladi. Chunki katta savollarga javob topolmaganingda, hech bo'lmasa kichik narsalarni boshqarishni istaysan. Yaqinlaring buni jahl yoki norozilik deb tushunishi mumkin. Aslida esa uning ortida ojizlik bor. Shu sababli og'ir kasallik oilada faqat qayg'u emas, tushunmovchilik ham tug'diradi. Bir kishi meni yolg'iz qoldirmanglar deb ichidan iltijo qiladi, ammo tashqaridan menga tegmanglar deydi. Boshqasi yordam bermoqchi bo'ladi, lekin qanday yaqinlashishni bilmaydi. Bolalar esa aytilmagan gaplarni o'zicha talqin qiladi. Ana shunda kasallikdan tashqari yana bir kurash boshlanadi. Bir-birini yo'qotmasdan qo'rquv bilan bir uyda yashash kurashi. Bu kurash davom etgan sari yana bir og'irli savol tug'iladi. Kasallikdan tashqarida sen kimsan? Avvallari seni ishing, qiziqishlaring, hoziling, rejalaring va oiladagi o'rning orqali tanishardi. Endi esa ko'pchilik suhbatni bir xil savol bilan boshlaydi. Ahvoling qanday? Ularning niyati yaxshi, ammo vaqt o'tishi bilan sen o'zingni inson emas, faqat bemor sifatida ko'rilayotgandek his qilishing mumkin. Go'yo butun shaxsiyating bitta tashxis ichiga siqib qo'yilgandek. Tanadagi o'zgarishlar ham ichki dunyoga qattiq ta'sir qiladi. Soch to'kilishi, vazn o'zgarishi, kuchning kamayishi, operatsiya izlari yoki doimiy charchoq oynaga qarashni ham qiyinlashtirishi mumkin. Sen avvalgi holatingni sog'inasan. Mustaqil yurish, bolalaring bilan bemalol o'ynash, oilangga yordam berish yoki hech kimga hisob bermay ko'chaga chiqish kabi oddiy imkoniyatlarning qadrini endi boshqacha his qilasan. Kimdir sen uchun ovqat tayyorlasa, kiyimingni olib bersa yoki shifoxonaga yetaklab borsa, minnatdor bo'lasan, lekin ayni paytda ichingda og'riqli norozilik ham tug'ilishi mumkin. Nega men o'zim buni qila olmayapman? Bunday paytda atrofdagilarning oddiy hayoti ham seni ranjitishi mumkin. Ko'chada shoshilib ketayotgan, kelasi yil uchun reja tuzayotgan yoki kichik muammolardan nolayotgan odamlarni ko'rib, ichingda g'azab uyg'onadi. Ular vaqtning qadrini bilmaydi deb o'ylaysan. Keyin bu tuyg'uing uchun o'zingdan uyalasan. Aslida bu yomonlik emas. Bu sening ham odatdagi hayotingni, erkinligingni va kelajakni bemalol rejalashtirish imkonini sog'ingan yuragingning javobidir. Yaqinlaring esa kayfiyatingdagi keskin o'zgarishni o'zlariga qaratilgan deb qabul qilishi mumkin. Turmush o'rtog'ing endi meni sevmay qoldimi deb o'ylaydi. Farzanding men uni xafa qildimmi deb xavotirlanadi. Ota-onang esa senga yordam bera olmayotganidan o'zini ojiz his qiladi. Sen ham ularni qiynamaslik uchun dardingni yashirasan. Natijada bir uy ichida hamma bir-birini sevadi, lekin har kim o'z qo'rquvi bilan yolg'iz qoladi. Eng chuqur yolg'izlik yoningda hech kim yo'qligi emas. U atrofingda seni yaxshi ko'radigan insonlar turgan bo'lsa ham, ichingdan o'tayotgan narsani hech kim to'liq tushunmaydigandek tuyulishidir. Kuchli bo'l. Yomon narsani o'ylama. Hammasi yaxshi bo'ladi degan gaplar ba'zan taskin bermaydi. Chunki sen tayyor javob emas, qo'rquvingni inkor qilmaydigan insonni xohlaysan. Senga darhol maslahat beradigan emas, yoningda o'tirib qo'rqayotganingni bilaman. Bu yukni yolg'iz ko'tarmaysan deya oladigan qalb kerak.
Shuning uchun bu kurashda eng muhim qadamlardan biri hammani qo'rquvdan himoya qilishga urinish emas, uni yashirmasdan qanday ko'tarishni birga o'rganishdir. Sen bolalaringga kasallikning barcha murakkab tafsilotlarini aytishing shart emas, lekin ularning yoshiga mos, sodda va rost gap kerak. Men davolanyapman. Ba'zi kunlari charchashim yoki kayfiyatim tushishi mumkin. Bu sening aybing emas. Men seni yaxshi ko'raman va savollaring bo'lsa, bemalol so'rashing mumkin. Shu bir necha jumla bolaning ichida tug'ilgan ko'plab noto'g'ri xulosalarni yumshatishi mumkin. Turmush o'rtog'ing bilan ham faqat tahlillar va dorilar haqida emas, hislar haqida gaplashish zarur. Men qo'rqyapman deyish mag'lubiyat emas. Bugun menga maslahat emas, shunchaki yonimda o'tirishing kerak deyish ham zaiflik emas. Ba'zan yaqinlaring senga qanday yordam berishni bilmagani uchun ortiqcha gapiradi, asabiylashadi yoki sukut saqlaydi. Ularga aniq ehtiyojingni aytishing vaziyatni yengillashtiradi. Bolalarni maktabdan olib kelish, shifoxonaga hamroh bo'lish, birga ovqatlanish yoki hech narsa demay yoningda qolish. Kuchli bo'lish doimo tabassum qilish, qo'rquvni yashirish yoki hammani tinchlantirib yurish degani emas. Haqiqiy kuch ichingdagi holatni tan olish va shunga qaramay bugungi kun bilan yashashdir. Sen bir vaqtning o'zida umidli ham, qo'rqqan ham bo'lishing mumkin. Davolanishga ishonib, yomon ehtimoldan xavotirlanishing mumkin. Farzandlaring bilan kulib, kechasi yig'lashing mumkin. Bu qarama-qarshi hislar seni noshukur yoki kuchsiz qilmaydi. Ular sening tirik, sevuvchi va yo'qotishdan qo'rqadigan inson ekaningni bildiradi. Kasallik sening tanangga ta'sir qilishi mumkin, lekin u sening butun kimligingni egallashi shart emas. Sen hali ham ota yoki onasan, turmush o'rtog'isan, farzandsan, do'stsan. Sen hali ham hazillashishing, orzu qilishing, ranjishing, mehr berishing va yordam qabul qilishing mumkin. Farzandlaring sendan mukammal bardoshlilikni kutmaydi. Ular uchun eng muhim narsa sening ularga mehringni ko'rsatishing, ularning aybi yo'qligini aytishing va imkon boricha ular bilan hozirgi lahzada bo'lishingdir. Kelajak haqidagi qo'rquv ba'zan bugunning hammasini tortib olishga urinadi. Sen hali kelmagan kunlarning qayg'usini bugundan boshdan kechira boshlaysan. Ammo bolang hozir qo'lingni ushlamoqda. Turmush o'rtog'ing hozir yoningda. Ota-onang hozir ovozingni eshitishni xohlaydi. Hayotning butun javobi qo'lingda bo'lmasligi mumkin, lekin bugun kimnidir quchoqlash, kechirim so'rash, qo'rquvingni aytish va mehrni yashirmaslik imkoning bor. Og'ir kasallik bilan kurashayotgan insonning eng katta qo'rquvi ko'pincha o'lish emas, sevganlarini tashlab ketishdir. Ammo uning eng katta tasallisi ham aynan shu sevgida yashaydi. Oila qo'rquvni yo'q qila olmasa ham, uni bir kishining yelkasida qoldirmasligi mumkin. Ammo bundan ham chuqurroq haqiqat bor. Og'ir tashxis insonni o'limga yaqinlashtirgani uchungina qo'rqitmaydi. U hammamiz bilib turib unutishga urinadigan haqiqatni ko'z oldimizga olib keladi. Hech kimga ertangi kun va'da qilinmagan. Farq shundaki, kasallik bilan kurashayotgan inson bu noaniqlikni har kuni aniq his qiladi, boshqalar esa o'zini go'yo vaqt cheksizdek ovutib yashaydi. Shu anglash butun manzarani o'zgartiradi. Sen oilangni tashlab ketishdan qo'rqyapsan, ammo sog'lom ko'ringan inson ham farzandining kelajakdagi har bir kunida qatnashishiga kafolat bera olmaydi. Sen bolalaringning ulg'ayishini ko'rmay qolishdan xavotirdasan, lekin qancha ota-onalar bir uyda yashab, farzandining bugungi hayotini ko'rmaydi. Ularning savollarini tinglamaydi. Quchog'iga vaqt totmaydi, keyin gaplashamiz deb eng muhim lahzalarni ortga suradi. Kasallik sening vaqtingni qadrsiz qilmaydi, aksincha, vaqtning asl qiymatini ochib beradi. Demak, eng katta fojia
qancha vaqt qolganini bilmaslik emas. Eng katta fojia hali bor vaqtni qo'rquvga berib qo'yishdir. Kelajakdagi ayriliqning motamini bugundan boshlab yoningda turgan insonlardan ruhiy jihatdan uzoqlashishdir. Farzandlaring seni faqat qancha yil yashaganing bilan eslamaydi. Ular sening ovozingni, qarashingni, quchog'ingni, ular bilan qanday kulganingni va qo'rqqan paytida qanday tinchlantirganingni qalbida olib yuradi. Sen ularning har bir kelajak kunida jismonan qatnasha olmasliging mumkin, ammo bugun bergan mehring ularning ichki dunyosida uzoq davom etishi mumkin. Shuning uchun sening vazifang qo'rqmaslik emas. Qo'rquv sevgingning narxi. Sen yo'qotishdan qo'rqyapsan, chunki hayotingda yo'qotishni istamaydigan insonlaring bor. Ammo qo'rquv boshqaruvni qo'lga olsa, u aynan himoya qilmoqchi bo'lgan munosabatlaringni yemira boshlaydi. Sen yaqinlaringni kelajakdagi og'riqqa tayyorlayman deb ularni bugungi mehrdan mahrum qilishing mumkin. Endi o'zingdan so'ra. Agar vaqtim men o'ylagandan qisqaroq bo'lsa, bugun kimga mehrimni aytaman? Kimdan kechirim so'rayman? Qaysi suhbatni ortga surmayman? Farzandlarim qalbida qo'rquvimni qoldiramanmi yoki ular eng og'ir davrda ham sevilganini his qiladigan xotiralarni yaratamanmi? Deraza ortida hayot davom etmoqda. Uyda bolangning qadamlari eshitiladi. Yaqin insonning yoningda jim o'tiribdi. Kelajak hali yozilmagan, kecha esa qaytmaydi. Ammo bugun qo'lingda. Sen tashxising emassan. Sen qo'rquving ham emassan. Sen hali ham sevayotgan, his qilayotgan va hayotga ta'sir qila olayotgan insonsan. Va ehtimol hayotning eng katta siri qancha yashashimizda emasdir, balki bizga berilgan vaqt ichida kimning qalbida chinakam yashab qolishimizdadir.